Olma yetishtirish hajmi bo'yicha dunyoda Xitoy birinchi o'rinda turadi. Xitoydagi olmani katta qismi kichkina bog'lardan, sanoatlashmagan bog'lardan chiqadi. Asli sanoatlashgan bog'lari ko'p. Fuji olmasini eshitgan bo'lsangiz kerak, bizda saltanat deyshadi. Fuji navi o'sha Yaponiyada topilgan nav, keyinchalik o'sha Xitoyga tarqab, butun Xitoy bir 90% olmasi mana shu saltanat olmasi hisoblanadi va shu boya aytganimdek 50 million tonna olma yiliga yetishtiradi Xitoy. O'zbekiston ancha ko'p ekan. Olma eksport qilmaydi. Afsuski, o'sha import qildingizmi, demak o'zingiz ichki bozorni o'zingizni quvvatingiz bilan ta'minlab bera olmayapsiz degani. Biz o'zi qodirmizmi? Biz masalan olmani o'zimizni ta'minlab, ya'ni eksport ham qilish. Albatta, biz qanaqa olmani zo'r yetishtiramiz desangiz, biz sharbat uchun olmani zo'r yetishtiramiz. Chunki sharbatda qurtlagan bo'ladimi, qo'tir bo'ladimi, mayda bo'ladimi, yuvingan bo'ladimi, ahamiyati yo'q. Uni konsentrat qaynatib, konsentrat tayyorlanadi. Lekin o'sha dasturxonga qo'yiladigan sarxil bir meva bozorida afsuski meva yetishmaydi. Olmani narxini qimmatligi ham shu bilan izohlanadi. Misol uchun mana yana bir paradoks holat, O'zbekistonda olmani eksport qilish biznes nuqtai nazaridan hozirgi vaziyatda xato hisoblanadi. Nega desangiz, chetga eksport qilsa u arzonga sotish kerak bo'ladi. O'zbekiston ichida narxlar baland. O'zbekiston olma yetishtirgan odam tashqariga sotishi mantiqsizlik hozirgi vaziyatda. O'zimizda sotsa ham foyda ko'radi. Ancha yaxshi.